Yeşke 12 bin. Yeşke 12 bin, kiloga? Kiloga 13 bin. 13 bin, 14 bin. Şeker, bor ekan bana. Şeker sezon başlandı. Necha so'mdan bo'ldi endi? Kilosi. Xaltasi necha so'm? 660 ming so'm bo'ldi. Xalta ozroq tushadi. 6 ming so'm xaltaga, kiloga ne? 6,5 men o'zi 4 lik. Bular 6,5, yana ular 4 ming so'm kiloga. Nima yarım deysiz hozir? Aldama. Ne? 2 ming so'm, 2,5 ming so'm kilosi, danalab kiloga bo'ladigan bo'lsa ham. Kilosi mi yarım so'm kilosi? 800 so'm kiloga berdim. Kiloga 1800 dan. Yenim geldi Ne geldi endi? Salom. Ben nasıl önce koyma kızım. Ne oldu? Нормально. Как у вас? İşte zor mu? Ruscha so'zlamang, ruscha tushunmayman. Men o'zbekcha gapiryapman, lekin nima deyotganimni bilmayman deydi-ku. Assalomu alaykum. Alaykum, salom 4 kanali obunachilari. Bugungi videomizda do'stlar, Dehqon bozordan sizlarga bir parcha qilamiz. Xudo xolasa, bugun haftaning 3-kuni, menimcha. Vtornik. Короче, haftaning 2-kuni, 3-iyunni. Qo'llangancha sizlarga Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumanidagi Dehqon bozoridagi narx-navolarni bilib berishga harakat qilamiz. Videolarimizni like bosib qo'llab-quvvatlab turaversa, bu yerda o'zgacha bo'lib ketdi, bular kamayibdi. Mashallah, katta mashallah. Hammasi bu taraf o'sibdi do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turaversa. Rossiyadagi obunachilarimiz uchun Qozog'istonga gerda chiqdi xizmatlarimiz va granitsaga gundom mashinlarimiz qatnab turibdi. Ekranda nomerlarni qoldirdik. Bemalol telefon qilib xizmatlardan foydalanasiz. Bu jo'ram yuribdi. Salom. Ben nasıl önce koyma kızım. Ne oldun? Do'stlar, yine agar kimdagi natijali patolog ishlatchak bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi, bemalol telefon qilib xizmatlardan foydalanasiz. Natijali patologlarni o'lchab berishi, hammasi borib olib borib yetkazib berish ustanovkasi tekin. Faqat natijali patologlarning kelishasidan savdolashib ishlataverasiz. Ekranda nomerlar bo'ladi, ishonchli, salom 4 kundan ko'rdik deb telefon qilaverasiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Bugungi videomizni boshladik do'stlar. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi ekan? Assalomu alaykum. Piyaz necha so'm bo'ldi? Piyazlar 3 ming so'm irisi. Irisi 3 ming so'm, Irisi 3 ming so'm. O sen ortachası da 2070. Setkiga mi? Tolka, Tolka setkiga baho. Kilosi necha so'm endi? 3 kilogramon 3,5 ming so'mdan, Kerchikalar necha so'mdan? Valla 5 mingdan sapsarı. 5 ming so'm, Konkret. Zo'r. Sapsarı. Org'in necha so'm org'in? Qaysi? Org'in. Vom shu bahomi. Shu. Chapilgani bu. Hech narsa hammasi bo'lish. Geshir necha so'mdan? Bozorni yana kengaytirdik jo'ra. Shuni aytaman, o'zgarishda katta. Reseptdan ketdi. Endi xudo xolasa hamma arqaga ketib chiqadi. Ya navisdan aldırdılar mı böyle? Bu olan içik bu bola. Eldar mı? Eldar ha. Akçaköl'den geldi mi? Akçaköl'den geldi, uydu yatık mı indi? Yok bas. Karşıda yürü. Görünmüyor bu. He Eldar kanı. Demağışta. Demağışta bu görünmüyor. Assalomu. Здорово. Нормально. Как у вас? İşte zor mu? Ruscha so'zlamang, ruscha tushunmayman. Men o'zbekcha gapiryapman, lekin nima deyotganimni bilmayman deydi-ku. Assalomu alaykum. Necha bo'ldi? 6 ming verdik halta. Burtubok mu? Burtumdaki. 6 ming so'm xaltaga, Kiloga ne? 6,5 men o'zi 4 lik. Bular 6,5, yana ular 4 ming so'm kiloga. Bular mesni emasi. Aynen. Yurtimizdaki yetişti. Arzonchilik bo'laversin, like bosib beraversa. Piyaz necha so'm? Piyaz 3,5 ming. 2,5 ming so'm kilosi, Kilosi. Rahmat, savdo beraga. Karam necha pul, Karam? Yenge Karam necha so'mdan ekan? Eldarnikimi ya? Necha so'm ekan? 4,5. 4,5 ming so'm kilosi, Bir yandan kavun to'g'risi bor, shu an ko'rsatamiz do'stlar. Dibida yurmayotgan pritsep bilan oldirgan ekanlar, shuning uchun keng bo'libdi. Endi hali
Savdo çıkacak diye kantalar geleversin şuraya. Ey taruzlu zorlar yine bin yarım zaman. Assalomu alaykum. Bir yil arzon bo'lib keldi, eng taruz. Bu dahsatları geldi yine. Var mı? Taruza kadar mı? Neçəsən? Kaşkadere yani dekana kadar dekana. Qashqadaryodan ketdik bular. Kaşkadere'den bera kara bera. He. Taruzda ekkel adam bu. Resim yavmen yedi. Neçəsən? Kilası mi yarım? Mi yarım so'm kilası? 800 so'm kiloga berdim. Kiloga 1800'dan. Yine taruz az kaldı. Yine mi geldi sarı? Ne o geldi endi bu? Yok. Taruz geldi. Taruz indi bir yil ko'p bo'ladi xudo xolasa. Taruz zor. Kulaklarımıza gürrekem pişirdik, gürrekem öpkelemiz yine bu. Ne emasmi? Slitera, ne emasmi? Yegandan keyin. Bu da özü azgına vermesen de pökke bulup kaladı bu. Ha. Beredle berdi. Shundan mı var? Ko'p iste'mol etmeyin, me'yorida yeyish kerak. Badrine ne vermedik de dar vermedik. Pökke iç ya. Bu ham sizlardanmi? Meniki bu. Optimal aman deselerim bo'lar edi. Optum alaman dese duruşu bilen beraber öğrenmiş yani 1300 son var. 1300'dan duruşunu alsay. Isuzu bilan. Telefon nömrünü atın. 88'lik. 88 562 562 66 56. 66 56 telefon numarası. 1300 son yani. Kilası 1300'den berilerde optum. Gitadi on bozayna. Faydalanaman deseydi telefon etse yolunu boyuna sürüp beredi apar bey. Dastavkası bamağı. Ama Dastavkası şuraya bu. satış ben bir veremiz yanında. Oldu. İyi iş vermezseniz de oldu. Kavun neçə sana gel salam aleyküm. 13 bin? He 3 bin son. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Hayvan. Aa. Bukhara mı? Bukhara'dan geldi. He. Gel arası. Bize bırakın bir Haydi. stokunu Yine dostlar bir yandan bak olmuyor. Assalamu aleyküm. Neçə sondan ekan bu? Messi mi bu da ya? Messi, Şabbas. Şabbazniki. 1000 son ey? 1000 son benim. Adına oyunda onu. Yok o diyemez. 2,5'man verip turdu. 2200 verip turdu. Bu Yarım son. Şunda minya. Ölçeğin alın alacak mısınız? Siz alacak mısınız? Hava alacak mı? Alın şunda 1000 metrik 1000 alın. Yarım. Alın 1000 Bu neye? Bu internette şunu dediysek kendine satabiliriz öğrenin. Yo optima he. Yok optimda bolsan. Optima, yakın son. Optima 2000 son ana. 2200. Şunda da 1000 deysiz abi. Aldama alın. Telefonu bas bırak alalım. He. Söyle verme ötesi. Paketle bir de şuna 2000 son 2,5 son kilası denelep kilala boladan bozan var. Her xil adam bu 5 barmak denemez. Tamam. Assalomu alaykum. Necha bo'ldi ekan tarvuz kilosi? 1800'den. 1800dan ko'taragami yo kilogami? Kiloga. Kiloga, ey? Ava. Ko'taragani? Geliş be. Kelishiladi. Damozda ikkita men desangizda furosi bilan turibdi. İnshaalloh. Telefon nomeri aytamizmi? 99. 99 288. 288 55 45. 55 45 telefon atsa yani şimdi dollar tarvuz alıp işte orası. Çırakını versene ama. Tarvuzlar zor. Çıraleti ip takıp tuttular yani. Neçe oldu bula? Yarım. Optima mın yarım bu arada. Optima 1000'dan. Dahşet kalımız abi. Bir yıl yaman zor arzan geldi he? Yeni gidigen kalımız bu. Yine bir de yine birisini kesip kötü ha. Ne sen yine? Ha, kıpkızıl oldu. Oldu. Yep gördüm şu oramaz doğru. Rahmet. Salam Törtkül. Acayip narxlar. Az indi ikan taraflar biraz. Az bir de fakat optim narxlarını gördük yani dekanlarını şulan gördük dostlar. Narxlar. Assalomu alaykum. Necha so'm bo'ldi ekan bodring? Badring 4000. 4000 so'm. Pomidor ne? Pomidor yeşken 12000. Yeşke 12000 kiloga? Kiloga 13000. 13000 14000 he? Ya ama dur güzel. Pomidor ezat pomidorlar. Xaltası necha so'm bo'ladi buni? Kaltaga 3000 yetti. 3000 dan beraman, kiloga 4000. Zor, acayip. Narxlar zor. Giloslar qarang, mahvo.
Prosta. Kıpkızıl. Neçe so'm ekan kilosi? Assalomu alaykum. Gilosi 25 ming so'm. Shaftoli ne? 20 ming so'm. Banan 20 ming so'm dedi sıkıntı. Optumlar. Gelarisi. Erik neçe so'm? Erik 10 ming so'm. 10 ming so'm. 5 ming so'm. Meyvelerin turu bu. Gelarisi Esatbek Optum'dan. Şimdi gelsenize bulamamma kasapxonasi va 185 degan. Assalomu alaykum. Ko'p vaqt bo'ldi kelmadim. Mana necha oldu bugunga baqa? Avon. O'zi Erdindan dam olib kelaman bu. Hammasini bilasanmi? Go'sht 110 ming so'm. Bag'ir yo'q ekan. Qovurg'a 90 ming. 90 ming. 302 garantiya kesib, so'ydirib, xalogan yerlaringizdan kestirib olaverasiz. Bu ne? Bu singakda. Şorvalı. 80 ming so'm. Dili necha so'm buni dili? Dili 110 ming so'm. Gelaverasiz. Ajoyib. 185 degan. To'ychilara har doimgidek 3 bog'i mingdan. Ya'ni Şunu aldı kaldı gitti. Bir yukarıda ya kötü vere vere şirketine to'ychiga shunda 100 dan beramiz, 95 dan mi? 100 dan beramiz. 110lik go'shtni 100 dan beramiz. Rahmat, savdoda baraka. Şimdi gelsenize birinchidan qatorida Sirozbek Optum'da endi yog'lab oynaymiz. Assalomu alaykum. Yog'lar necha so'mdan ekan? Bular 42, bu 45 mi? Bu 45. Dari tablading? 45. Shimishga yog'lar? 1 litrlikini aytavering. Ha? 21, 20. Paxta yog'ini 1 litrlikini bu. 20. Ne yok mu şeker? Ha, bor ekan mana. Şeker sezon başlandı. Necha so'mdan bo'ldi endi? Kilosi, ha? Xaltasi necha so'm? Xaltasi 660 ming so'm bo'ldi. Xalta ozroq tushadi. Kelaverasiz, Sirozbek Optum'da yani. Rahmat, savdoda baraka. Böyle birinchilar bor. Birinchilar ham ko'rsatamiz sizlarga. Narxlarni necha so'mdan bo'lib turibdi, necha so'mdan berib turibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop, yaxshimisiz? Amasa geldingizmi? Haydi. Siz yaxshimisiz? Yaxshiman, chaqiribsizmi? Adını aytın. Va, şu 18 so'm lazer. Lazerni o'zing 18 mingniki. Yaxshi keldingizmi? Haydi avan. Bularning Bular 8 ming so'm. 8 ming so'm nöksang, Nöks 201 mi? nöks 8 ming so'mliklar. Bu elengeleni 11'den berdim. Bu 11 ming so'mlik enenge. Siskiler 2,5 ming so'm. Bular 2,5 ming. Lazerni yaxshilari 22 ming so'm. Benda, 22 ming so'mdan. Bilmeden beramiz. 22 ming so'm yaxshisi dedi. Bu ne bu? Lazerni yarması Yarması 8 ming so'm. 8 ming so'mdan. Rahmat, savdoda baraka. Sağ ol. Dostlar shunday deb narx-navolarni ko'rdik, like-lar bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasiz. Keyingi videolarda görüşguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.